Futbol yulduzi Cristiano Ronaldo 41 yosh. Lekin o'tgan yilgi tekshiruv tanasi atigi 29 yoshli insondek ekanligini aniqladi. Naqd 12 yilga yoshroq. Ko'pchilikda aksincha. Kimdir 45 yoshda, tanasi esa 50-60 yoshdek. Tananing haqiqiy yoshini harakatga qarab aniqlasa bo'ladi. Mana shu tananing haqiqiy yoshi 6 ta oddiy test orqali aniqlab, uni 5-10 yilga yoshartirish yo'lini ko'rsataman. 6-testni hamma ham eplay olmaydi. Hisoblash juda oson. Yoshingizni olamiz, bu bizning boshlang'ich nuqtamiz bo'ladi. Har bir testdan keyin bu raqamni o'zgartirib boramiz. Yaxshi natija bo'lsa, 1-2 yil olib tashlaymiz. Zaif natija bo'lsa, 1-2 yil qo'shamiz. O'rtacha bo'lsa, o'zgarishsiz qoladi. Oxirida tanangizning haqiqiy yoshi kelib chiqadi. Harakatlarni ehtiyotkorlik bilan bajaring. Agar og'riq sezsangiz yoki boshingiz aylansa, darhol to'xtating. Birinchi test eng oddiysi, qadamingizning tezligi. 4 metr masofani o'lchab oling. Bu taxminan 5-6 qadam degani. Odatdagidek ko'chada shunchaki yurish tezligingizda oddiy qadamlar bilan yuring va vaqtni belgilang. Qani boshladik. 4 soniya yoki undan tezroq yurib o'tsangiz, bu yaxshi. Yoshlar bob natija. Natija 5 soniya atrofida bo'lsa, o'rtacha. Agar 6-7 soniyadan sekinroq bo'lsa, bunga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Ballarni hisoblashni ekranda chiqarib o'tamiz. Videoni to'xtatib, natijangizni yozib qo'ying. 2011-yil olimlar 65 yoshdan oshgan 34485 nafar insonning odatiy yurish tezligini o'rganishdi. Ma'lum bo'lishicha, kelajakdagi faol yurish sur'ati muddatini xuddi barcha tibbiy tashxislar jamlanmasidek aniq aytib bera olgan. Bu shunchaki bog'liqlik hammasi tamom degani emas. Xo'sh, nega shunday oddiy kichik narsa bunchalik katta ahamiyatga ega? Qadam bu tananing umumiy ko'rsatkichidir. To'g'ri va tez yurish uchun yurak, o'pka, mushaklar, bo'g'imlar va bosh miya bir vaqtning o'zida birgalikda ishlashi kerak. Qadam sekinlashdimi? Demak, ushbu zanjirning qaysidir bir bo'g'inida allaqachon susayish boshlangan. Bitta harakatingizning o'zi butun tananing ahvolini o'qiy oladi. Buni tuzatishga kech emas. Yurishni chiniqtirsa bo'ladi. Haftasiga 1-2 marta biroz tezlashib, kuniga 20 daqiqadan piyoda yurilsa, bir oydan keyin tezlik oshadi. Keyingisi har 5-odamdan biri o'ta olmaydigan test. Bir oyoqda 10 soniya turish. Devor oldida turing yoki stulning suyanchig'idan ushlang. Og'irlikni bir oyoqqa o'tkazib, ikkinchisini ozgina ko'taring. Qo'llaringizni erkin tuting va nigohingizni bir nuqtaga qarating. Tirgakni qo'yib yuborib, muvozanatni saqlang. Shoshmay sanaymiz. 1, 2, 3 va 10 gacha. Agar to'liq 10 soniya davomida xotirjam tura olgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi. Tebranib ketdingiz yoki tirgakka tegib ketdingizmi? Bu o'rtacha daraja. Agar tura olmadingizmi? Demak, bu muvozanat bilan bugunoq shug'ullanish kerakligi haqidagi tana bergan signal va buni tezda tuzatsa bo'ladi. 2022-yil 51 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan 1702 nafar inson ushbu testdan o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, har 5-odam 10 soniya tura olmagan va keyingi yillarda bu guruhdagilarning sog'liq natijalari sezilarli darajada yomonroq bo'lgan. Bu tananing sizga berayotgan signali, tashxis emas. Nega aynan muvozanat? Bu miya, ichki quloq va mushaklarning jamoaviy ishidir. Yiqilib tushmasligi uchun ular zudlik bilan kelishib olishlari kerak. Bu aloqa birinchilardan bo'lib va sezilarsiz susayadi. Lekin u xuddi tez yo'qotilgani kabi mashq qilib tez tiklanadi. Buni hatto yuz qo'lni yuvish vaqtida ham mashq qilsa bo'ladi. Ertalab va kechqurun tish tozalayotganda bir oyoqda 30 soniyadan turib ko'ring. Bir necha hafta ichida o'zingizni ancha ishonchli his qila boshlaysiz. Endi esa oldinda tana eng birinchilardan bo'lib yo'qotadigan kuch-quvvat turibdi. Kaft kuchi. Qo'llar kuchi aynan o'sha nabiralaringizni qo'lidan tutadigan va yaqinlaringizga yordam beradigan qo'llaringiz. Bir qo'lingiz bilan taxminan 5 kilogramm og'irlikdagi paketni olib, 15 soniya ushlab turing yoki qattiq yopilgan bankani ochishga harakat qiling. Osonlik bilan bajarilsa va qo'llar qaltiramay tursa, a'lo natija. Qaltirab, tashlab yuborgingiz kelsa, o'rtacha. Umuman o'xshamasa yoki anchadan beri boshqalardan ochib berishini iltimos qilayotgan bo'lsangiz, zaif natija. Bu nimani anglatishini oxirgacha eshiting. 2015-yilgi 17 ta davlatdan 139691 kishi ishtirok etgan tadqiqotda shu narsa aniqlandi. Kaft kuchining har siqilmay qolgan 5 kilogramm ko'rsatkichi xavfni taxminan 16% ga oshiradi.
siqish kuchini o'zi esa xavfni yuqori sistologik qon bosimidan ko'ra aniqroq ko'rsatib bergan. Kaft kuchi xavfni oldindan aytib beradi, ammo uzul kesil bashorat degani emas. Nega birgina kaftning kuchi butun tana haqida so'zlaydi? Kaft kuchi bu butun mushak tizimining ko'zgusidir. Qo'l zaiflashdimi, demak mushaklar butun tana bo'ylab kamaymoqda. Ular bilan birga yurak himoyasi va moddalar almashuvini ham susaymoqda. Shu sababli kaft qon bosimidan ko'ra aniqroq ma'lumot beradi. Mushaklar har qanday yoshda jismoniy yuklamaga javob beradi. Ya'ni kuchni qaytarish haqiqatan ham mumkin. Oddiy rezina espanderni siqib turing. Yuklama ko'tarsangiz, ikkala qo'lga teng taqsimlab ko'taring. Navbatdagi test esa eng ko'rsatkichli hisoblanadi. U nafaqat tana, balki bosh miya faoliyati bilan ham bog'liq. Stuldan 5 marta turish. Stulga o'tiring, qo'llaringizni ko'kragingizga chapishtirib oling. Qo'llar bilan o'zimizga yordam bermaymiz. Iloji boricha tezroq stuldan turib, yana qaytib to'liq o'tiring. Shu harakatni 5 marta bajaring. 1, 2, 3, 4 va 5 va to'xtang. Natijangiz 12 soniyagacha bo'lsa, demak bu yaxshi. Agar 13 yoki 15 soniyagacha normal natija. Agar 15 soniyadan ko'p vaqt ketsa yoki qo'llarsiz umuman tura olmasangiz, bu zaif natija va tizzalaringizga qo'llaringiz bilan tayanib o'zingizni itarmang. Bu oyoqlarga mashq kerakligi haqida allaqachon ishoradir. Endi esa eng kutilmagan ma'lumot. Olimlar 10 yil davomida 324 juft egizaklarni kuzatishdi. Ma'lum bo'lishicha, qaysi egizakning oyoqlari kuchliroq bo'lsa, 10 yildan keyin uning miyasining hajmi kattaroq va xotirasi yaxshiroq bo'lib chiqdi. Egizaklarning genlari va bolaligi umumiy. Demak, gap aynan oyoqlarda. Bu mashqlar orqali yaxshilash mumkin bo'lgan prognozdir. Baquvvat oyoqlar nafaqat tananing tayanchi, balkim 80 yoshda ham tiniq xotiraning garovidir. Hozirgina bajargan stuldan turish mashqingizning o'zi ham eng yaxshi mashqdir. Kuniga 2 mahal 10 martadan bajarib turing. Endi esa bizni birinchi bo'lib hansirash orqali sotib qo'yadigan narsa chidamlilik haqida gaplashamiz. Odatiy suratda to'xtamasdan 3-4 qavatga yuqoriga ko'tariling. Agar yaqin atrofda zina bo'lmasa, 1 daqiqa davomida tizzalarni baland ko'tarib, joyingizda qadam tashlang. Yuqoriga chiqqandan keyin bemalol tinchgina nafas ololsangiz, natija a'lo. Og'iz bilan nafas olib, havo yetishmayotganligini sezsangiz, o'rtacha. To'xtab, dam olishga majbur bo'lgan bo'lsangiz yoki boshingiz aylanib ketsa, bu zaif natija. Sog'liq bilan shug'ullanish kerak va panjalarni bor kuchingiz bilan ushlab, o'zingizga tortmang. Agar qo'llarga kuch berib chiqsangiz, test hisoblanmaydi. Agar yurganingizda muammo bo'lsa yoki kuchli hansirash qiynasa, bu testni o'tkazib yuboring. Shifokorlar 122 ming kishini tekshiruvdan o'tkazishdi. Chidamliligi eng past bo'lgan odamlarda sog'liq uchun xavf taxminan 5 barobar yuqori bo'lgan. Bu hatto chekishdan ham ko'ra kuchliroqdir va bu barcha 6 ta ko'rsatkich ichida eng oson boshqariladigan hisoblanadi. Nega zinadan chiqish hammasini bunchalik haqqoniy ko'rsatadi? Yuqoriga chiqish bu yurakning mushaklar bilan to'g'ridan to'g'ri aloqasidir. Mushaklar kislorod talab qiladi. Yurak va qon tomirlari esa uni o'z vaqtida yetkazib berishi kerak. 3-qavatda hansirash paydo bo'ldimi, demak yetkazib berish allaqachon kechikmoqda. Bu motor esa mashqlarga hammadan ko'ra tezroq javob beradi va moslashadi. Jismoniy holatni har qanday yoshda tiklasa bo'ladi. Kichik qadamlardan boshlang. Lift o'rniga zinadan chiqishni odat qiling. Endi esa o'sha va'da qilingan 6-test. Qo'llarsiz yerdan turish. Tik turgan holatda oyoqlaringizni chalkashtirib, yerga o'tiring va orqaga qaytib turing. Qo'l va tizzalarga suyanmaslikka harakat qiling. Testni 10 ball bilan boshlaymiz. O'tirish uchun 5 ball va turish uchun esa 5 ball. Qo'l yoki tizza bilan har bir tayanish uchun 1 balldan, kuchli tebranib ketish uchun esa yarim balldan olib tashlaymiz. Uy jihozlarini ushlab olmang. Ball kamroq bo'lsa ham haqqoniy bo'lgani yaxshi. O'tiramiz va turamiz. Shifokorlar 12 yildan ortiq vaqt davomida 4000 dan ortiq odamni kuzatishdi. Ilk tadqiqot 2014-yilda boshlangan. Biror marta ham suyanmasdan o'rnidan turganlarning keyingi yillardagi natijalari qo'l va tizzaga suyanadiganlarga qaraganda bir necha barobar yaxshiroq bo'lgan. Bu bog'liqlikdir.
taqdir degani emas va ballni haqiqatdan ham oshirsa bo'ladi. U aynan shuning uchun ham eng ko'rsatkichli test hisoblanadi. U bir vaqtning o'zida 3 xususiyatlarni, oyoqlar kuchini, egiluvchanlikni va muvozanatni birlashtiradi. Ularni mashq qildirsangiz, nafaqat ballni oshirasiz, balkim kelgusi yillarda hech kimga qaram bo'lmasligingizni ham mustahkamlaysiz. Endi esa hammasini birlashtiramiz va eng asosiysini bilib olamiz. Hisoblagichga qarang. Bu ayni damda tanangizning haqiqiy yoshidir. Siz o'z yoshingizdan boshlagan edingiz, har bir test esa bu raqamni o'zgartirib bordi. Kuchli natijalar pastga, zaif natijalar esa yuqoriga surdi. Yanada osonroq hisoblashingiz uchun jadvalni saqlab olishingiz mumkin. Test me'yorlari ilmiy tadqiqotlardan olingan. 1-2 yil oralig'i bizning mo'ljalimiz bo'lib, sinov jarayonida aniqlashtiriladi. Bu shunchaki o'zini sinab ko'rish usuli bo'lib, klinik tashxis emas. Natijani pasportdagi raqam bilan solishtiring. Agar tanangiz yoshroq chiqqan bo'lsa, tabriklayman. Kattaroq chiqqan bo'lsa, xafa bo'lmang. Bu orqaga qaytarib olish mumkin bo'lgan imkoniyatdir. O'z natijalaringizni izohlarda yozib qoldiring va bu videoni kimning sog'lig'i uchun qayg'urayotgan bo'lsangiz, yuboring. Tana yoshi bu tashxis emas, balkim yangi o'zgarish nuqtasidir va uni ortga qaytarish mumkin. Yaxshi yangilik shundaki, bu muammoni aynan o'sha oddiy harakatlar yordamida hal qilsa bo'ladi. Kuniga bor yo'g'i 5 daqiqa vaqt ajratib, 3 ta harakatdan boshlang. Birinchisi, stuldan qo'llarsiz 10 marta turib o'tiring. Bu ham oyoqlarni chiniqtiradi, ham miyaga yordam beradi. Ikkinchisi, tish tozalayotganingizda rakvina oldida har bir oyoqda 30 soniyada navbat bilan turing. Bu muvozanatni yaxshilaydi. Uchinchisi, lift o'rniga zinadan foydalaning yoki kuniga 10-15 daqiqa tez piyoda yuring. Bu yurak, o'pka va yurishingiz uchun foydali. 3 haftadan keyin testni qayta topshirib ko'ring va bu raqam qanchalik kamayganiga e'tibor bering. Ammo testlar ortida yashashga xalaqit berayotgan artroz, grija yoki bel og'rig'i turgan bo'lsa, mashqlar foyda bermasa va og'riqlar qiynab yuborgan bo'lsa, Delta Vita klinikasida zamonaviy metodika orqali hech qanday operatsiya va ukollarsiz og'riqni qoldirish va harakatni tiklashga yordam beradi. Aynan sizga qanday yordam berish mumkinligini bilishni istasangiz, video ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va barcha savollaringizga javob oling. Bugungi testlarni alohida tayyor checklist qilib Telegram kanalimizga ham joylab qo'yamiz. Bepul ko'chirib olishingiz mumkin. Yana bir gap, agar ushbu video 5000 ta like yig'sa, ushbu mavzu sizga qanchalik muhimligini ko'rsatadi va men keyingi videoda tana yoshligini qaytarishga yordam beradigan batafsil mashqlar dasturini tayyorlayman. Agar shunday video chiqishini xohlasangiz, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.